Assalomu alaykum hammaga. Bugun matematika faniga qiziquvchilar uchun matematika fanidan birinchi darsimizni boshlaymiz. Birinchi o'rinda matematikani tili bo'lgan raqamlar haqida gaplashsak, raqamlar deb sonlarni yozishda ishtirok etadigan belgilarga aytamiz. Raqamni sonni yozayotgan paytda qaysi raqamlardan foydalanamiz? 0, 1, 2 va hokazo 9 gacha bo'lgan 10 ta raqamdan foydalanamiz. Va mana shu raqamlar yordamida sonlarni hosil qilamiz. Va keyingi asosiy tushunchamiz, ya'ni 4 ta asosiy amallar: qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish amallari hisoblanadi. Bularni barcha maktabdan usul shaklda qo'shish yoki ayirishni bajarib ko'rgan. Mana misol uchun 471 dan 28 ni ayiradigan bo'lsak, 1 8 ga yetmaganligi uchun 7 dan bitta qarz olamiz, ya'ni 11. 11 dan 8 ni ayirsak 3, 7 dan bitta qarz olganimiz uchun bu yerda 6 qolgan, 6 dan 2 ni ayiramiz 4 va 4 tushib keladi. 653 dan 37 ni ham xuddi shu tarzda o'zingizlar ayirib ko'rib izohlarda qoldiring. 31 ni 43 ga ko'paytirishni ko'rib chiqaylik. 31 ko'paytirilgan 43. Hop, usul shaklda ko'paytirishda quyidagi amalni bajarardik. 3 ni birinchi 1 ga ko'paytiramiz. 3 ni 1 ga ko'paytirsak 3, 3 kara 3 9. Endi ikkinchi haddan ko'paytirishni boshlayotgan paytda bitta qadam tashlab, ya'ni chaproqdan yozamiz. Ya'ni 4 ni 1 ga ko'paytiramiz 4, 4 ni 3 ga ko'paytiramiz 12. Va bularni usul shaklda qo'shamiz. 3, 9 ga 4 13 bir yodda, 12 boyalik bir yoddagi bilan 13 bo'ldi. Hop, buni o'rgangan holatda quyidagi ikkita ko'paytirish amalini javoblarini izohlarda qoldiring.